Yo, hello obunachilar, bugun sizlar bilan yana o'sha Zanderos deb bilmasdan nom qo'yib yaribman. Bolalar, bu serverga kiringlar. Server IP'si esa ko'rib turibsizlar, mana shu yerda. Bu juda ham zo'r server, tekin ranklar ham berishdi menga. Adminlarga kattakon rahmat aytib, ownerlarga kattakon rahmat aytib qo'yamiz. Albatta serverda IP'si tepalarida kirib o'ynanglar. Adminam savol beryapti, mani zo'r ketyaptimi, video olyapman-da, unga aytdim. Ha, davay yozamiz. Da owner zo'r ketyapti server. Bolalar, video ko'rib tursa orqamda RG blok xuddi artikrovga o'xshagan. Juda kiringlar, video dahshat bo'lyapti. Adminlar hali ham server o'xshatishyapti. Server addushi, lekin dahshat server ekan. Ko'rib turibsizlar, menda ranklarda, ya'ni donat keyslar bor mani. Mana sfera keys bor, hatto tilsim keyslar bor mani yerda. Mana yerda ko'rishingiz mumkinki, mana bu narsadan tokenlarga hatto keyslar ham sotib olsa bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Hop. Endi menda ko'rib turibsizlar, admin tigisidan cheksizga olsin 100 ming so'm premium, ya'ni kuchli. Ultimate. Bola ko'rib turibsizlar, ranklar bor. Bitta dahshat server tipi saytlarida mana ko'p yangi o'yinchilar ham kiryapti. Bitta PvP var, PvP va yaxshi narsalar ham bor. Juda ko'p va bu server hali rivojlanmoqda. Bu dunyodagi Minecraft serverida yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu server yaxshi kuchayishga tayyor va juda yaxshi. Ko'rib turibsizlar, token shoplar ham bor. Hatto mazza qilib o'ynashlaring, ranklar, pulliklar admin tagisini sotib olish mumkin. Albatta bu pullik ranklar ham bor. VIP ranklar, addushi server, короче, kiringlar. Sizlar bilan Zanderos bo'pti.